Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan o'tadigan darsimiz mavzusi nisbat. Nisbat deganimiz nima? Nisbat deganimiz qoida bo'yicha, aniqlik bo'yicha nisbat deb ikki sonning bo'linmasini nisbat deb aytamiz. Masalan, 3 bo'lingan 4 bu shuning 4ga nisbati. Şunun 4ga nisbati. Yani bu nisbat mavzusini yaxshilab tushunish uchun mundaq bir misol qarashtiraylik. Aytaylik bu oshxona. Oshxonaning bir üsteliga 7 adam o'tadi, ikkinchi üsteliga 5 adam o'tadi. Her ikkili üsteldekiler mantık tapşırım bedi. Mantı zakaz kıldı yok. Bir yakı 7 porsiyon mantı ekildi, 7 adamga bir yakı 5 porsiyon mantı ekildi. Adette bizde bir porsiyada 5 mantıdan var. Şunda ko. Demek 7 adamga barlığı 35 mantı ekildi. Bir yakı 5 adamga qancha 25 mantı ekildi. Bir yerde şundan 35 bölüngen 20'de 5 deb yazılı oldu. Her ikilisini 5'e kıskartıp 7'de bölüngen 5 deb yazılı oldu. Demek bizge hesaplarda bu dep keldi. Birinci üsteldeki mantıların sanı, ikinci üsteldeki mantılar sanına qaraganda 7 bölüngen 5 nisbetidek dep berildi. Demek nisbet deganimiz qandaqdır bir sallarning qisqartib bo'lgandiki chiqqan bo'linmasi. Bu yerda ikki sonning nisbatini qarashdik. Ba'zi 3 ta stol bo'lishi mumkin. 4, 5, 6 bu nisbat uchun bir necha sonlarni ilishqa bo'ldi. Yana bir misol tushuntirib beray sizlarga. Aytaylik, mundaq bir taom tayyorlaylik. Go'sht manta. Go'sht mantı yasash uchun aytaylik 1000 gram un, 800 gram go'sht, 200 gram piyoz kerak deylik. Endi bu yerdagi barliq qo'shilgan go'sht, piyoz, unlarning nisbatini qarashtiraylik. Ya'ni mana un, go'sht, piyozning nisbati 3 miqdor nisbati mana 1000 bölüngen 800 bölüngen 200. Endi biz bayqab olgandek bularni hammasini 200 ga qisqartishga bo'ldi. Shu chaqda yana qaytadan bega un bölüngen go'sht bölüngen piyoz teng 200 qisqartsam 5 ni tegdi, 200 qisqartsam 4 ni tegdi, 200 qisqartsam 1 ni tegdi. Şurada 5 bölüngen 4 bölüngen 1 bo'ldi. Yani mush yerdilla bunda so'l qo'yish mumkin. Un barliq taomning qanday qismi. Endi bu yerda 5 qismini un egilayotdi, 4 qismini go'sht egilayotdi, 1 qismini piyoz egilayotdi. Barliq qismlar qo'shilmas 5 qo'shilgan 4 qo'shilgan 1 teng qancha bo'ldi? 10 bo'ldi. Un barliq qismi bizda 10 qancha qismi egilaydi? 5 qismini egilaydi. Yoki qisqartirib etsak 2 dan 1 bo'ldi. Kelasi go'sht barliq bizda 10, bir 4 qisqartirib etsak 2 ga 5 dan 2 bo'lgani egilaydi. Kelasi piyoz bizda barliq 10, u bir qismini egilaydi. 10dan 1 desek bo'ldi. Bu misolni kelasi mundaq misol, ikkita misol, avvalo b ning ma'nosi berilgan. Bu yerdagi savol a soni b sondan qanchasi oshiq deydi. Qanaqdir bir sonning ikkinchi sondan qanchasi oshiq ekanligini tepish uchun shu birinchi sonni ikkinchi songa nima qilish kerak? Bo'lish kerak. Shu chaqda birinchisi uchun a bo'lingan b teng a ning o'rniga biz 120 ni qo'yamiz. B ning o'rniga qanchani qo'yamiz? 30 ni qo'yamiz. Her ikkilisini bo'lib o'tsak 4. Demak a soni b sonidan 4 cho'ng. Yoki buni nisbat turida qoldirsak 4 ning 1 ga nisbati deb yozg'ili bo'ldi. Bu yer nima tushungili bo'ldi?
A sani B sandan 4 S çoğun. İkinci misalda şundaqla abla B'ni ornu almıştırmayımız. A'nın ornuğa 40'ını koyumuz, B'nin ornuğa 200'ünü koyuylik. Qısqartıb etsək 5'ten 1. Nim çölgülüm buldu? A sani B sandan 5'ten 1 həssə çoğun. Bəzide bu misalın mətni mundaq keldi. A sani B sanının qandaq qismi deb kelishi mümkün. Bunu mu yani mush nisbat türde chiqarishga bo'ldi. Endi bayaqı bir misalni yana qaytma qarashtirib ko'raylik. Mana bizning ichki ustilimizda o'tirgan mehmonlarning soni birinchi ustalda 7 odam o'tirdi. İkinci ustalda 5 odam o'tirdi. Yani mush yerdan mundaq savol tuzilib bo'ldi. Birinchi ustaldagi o'tirgan odamlar soni ikkinchi ustalda o'tirgan odamlar sonining qanday qismi? İş üçün ne oldu? Birinci üstəlliklə ikinci üstəlliklərinin deb sorğandan keyin demək 7 bölünən 5 yoki birinci üstəlliklə ikinci üstəlliklərinin 5'nin 7 qismi. Yəni müşədə solun əksinci qoyğılı boldu. İkinci üstəlliklə birinci üstəlliklərinin qanday qismi? Bu yerdə bayaqı birinci üstəlliklə ikinci üstəlliklərinin bolsa, endi İkinci üstəldikiler bizde 5. Geçirsizler. 5. Birinci üstəldikiler 7. Bir de eksinci soru ortada. İkinci üstəldikiler birinci üstəldikilerinin 7'den 5 kısmı. Kelesi mundaq misal qarıştıralım. Tik bulun, toluq bulunun birinci misal üçün ikinci tekşi yoki yiq bulunun qanday qismi. Birinci misal üçün tik bulun, toluq bulunun qanday qismi. Biz bilimiz tik bulun bu bizde 90 gradus. Toluq bulun bu bizde 360 gradus. Yani qarang sual mundaq tik bulun toluq bulunun qanday qismi. Demek bu yer bize barlığı 360 gradus oldu. Demek bu 360 gradusının qanday qismi degenlikten demek 90'ı 362'ye qo'yamiz, bölütimiz. Yani bunu kesir türde yazaylık. Nollarını qısqartib aylık. 9'a 36'nı 9 qısqarsak 4'ten 1. Demek cevabı tik bulun toluq bulunun 4'ten 1 qismi. İkinci misal üçün endi bizde tekşi bizde yiq bulun deb qo'ydi. Yiq bulun bu bizde 180 gradusdan. Yani bayaqıdek tik bulun mush yiq bulun qanday qismi. Yani onun için 90'ni 180'e qilamiz, bölümüz. Kes arqali yazaylık. Her işkesi 9 qısqartsak 2'den 1. Cevabı tik bulun yiq bulunun 2'den 1 qismi. Kelesi mundaq misal qarıştırayıq. Aralashma dedi. Nimne aralashması? Altın bilen kümüş. Aralashmadaki altın bilen kümüşün nisbeti 2/3. Yani bu massaların nisbeti 2/3. Aralashmanın salmığı 35 kilogram bolsa, bu aralashmada qanchalik altın var hem qanchalik kümüş var. Massaların tipini deydi. Yeshish. Bu mundaq misallar yeyish uchun mundaq deb yazsak bo'ldi. Nisbatlarning koeffitsiyentini x deb belgilesek, x deb belgilab, bir de altın, kümüç. Qarаңlar, bergen misalda altın birinci turdi. Onun demek birinci san layık keldi. 2x deymiz. Kümüç ikinci turdi. Onun ikinci san layık keldi. 3x. Barlıq salmığı 35 kilogram. Muş yerimiz təlim tutsək, aralashma degan mush ikisini aralashtirib o'tadi, durustmi? 2x
qo'shilgan 3x teng 35. Bu yerda 5x teng 35. X teng qancha? X teng 7. Bu 7'ni aparıp dastlabki shardagi x o'rniga qo'yamiz. Shu chaqda bizda 6 2x deb belgiladikmi? 2x deymiz, 2 ko'paytirilgan 7 teng 14 kümüç 3x deb belgiladik. 3 ko'paytirilgan 7 teng 21. Kelesi bundaq bir masala hesap. Tiktorboqning perimetri 56 cm, uzunluğu bilan kengligining nisbati 4/3. Bu shu tiktorboqning uzunluğu bilan kengligini tepinglar. Yashash. Biz boya aytgan ekandik, nisbatlarning koeffitsiyentini x deb olsak, shu chaqda bizda uzunluq degan so'z birinchi kelib turdi. 4x deylik. Kengligi bo'ldi 3x bo'ldi. Qarang, perimetri 56 deydi. Endi perimetr deganim yo'q. Perimetrni tepish uchun tiktorboqning uzunluğu bilan kengligini qo'shib, uni 2 ga ko'paytiramiz. Demak, shu formula foydalanib 4x qo'shilgan 3x ko'paytirilgan 2 teng 56 degan tanım tuzamiz. Bu yerdan transchida bizga 7x bo'ldi. 7x 2 ko'paytsam 14x teng 56 ni o'z pechi ko'chirma x tepish uchun 56 ni 14 ga bo'latsak x ning javobi qancha chiqdi bizda? X teng 4 bo'ldi. Endi bu yerdan biz x ning ma'nosini apirib, buni shartida her x ning o'rniga qo'yishimiz kerak. Qayta yozma, uzunluğu 4x bo'ladi. Durustmi? Yoki 4 ko'paytirilgan 4 teng qancha bo'ldi bizda? 16. Kengligi bizda 3x bo'lgan. Yoki 3 ko'paytirilgan 4 teng 12. Tekshirib ko'raylik. 16 12 ni qo'shsak 28, 28 ko'paytsam 56. Demak, javob bizda to'g'ri. Kelesi mundaq misol, berilgan nisbatlarni natural sonning nisbatidek yoziladi. Bizda aralash son nisbati berilgan. Shu sonlarni natural sonlar nisbatida qanday yozamiz? Onun uchun yashash nisbat kasar yozib bo'ldi. 1.4 surt yozamiz. 1.6 maxraj yozaylik. Ondan keyin teng noto'g'ri kasarlantiraylik. 4.7 bo'ldi. 1.4 ko'paytib 3 qo'shsak, bu yerda 6.7. Endi bu yerda qaraylik. 4 dan 6 ga har ikkilisiga umumiy maxraj qancha? 4 dan 6 ga umumiy maxraji 12. Demak, surtini 12 ga, maxrajini 12 ga ko'paytma. Chunki 5-sinfda biz qanday mavzu o'tdik? Kasrning surti bilan maxrajini birdek son ko'paytsa, kasr ma'nosi o'zgarmaydi. Ko'paytsak 4 dan 12 qisqaraydi. 3 tegdi, 4 ga 1 tegdi. 3 7 7 21. 6 bilan 12 qisqaraydi. 6 ga 1 dan 12 ga 2 tegdi. 7 7 2 14. Demak, berilgan 1.4 3 bölüngen 1.6'nın 1 sonlar nisbatini 21 bölüngen 14 türde yazılı bo'ldi. Yoki har ikkilisini 7 qisqartib etsek 3 bölüngen 2 nisbatidagi yazg'ili bo'ladi. Shundan javobi 3 bölüngen 2. Kelesi mana bir masala qarashtiraylik. Sinfda qizlar bilan o'g'illar sonining nisbati 5 bölüngen 3. Qarang, qizlar birinchi turdi. Matnda o'g'illar ikkinchi turdi. Birinchi sonimiz 5, ikkinchi sonimiz 3. Bu yerdan biz 3 elgili bo'ldi. Qizlar o'g'illarga qaraganda jiqaroq. Endi qizlar o'g'illarga qaraganda 6 ga o'shiq, 6 ga o'shiq bo'lsa, sinfda qancha qiz, qancha o'g'il? Endi biz boya aytib ketgandek, nisbatlarning koeffitsiyentini x deb belgilasak, o chaqda bizda qizlar 5x, o'g'illar 3x bo'ldi. Ana qaranglar. Qizlar o'g'illardan 6 o'shiq.
Bir miqdarni ikkinchi miqdardan o'shiq kelgan tepish uchun biz nima qilamiz? Elishimiz kerak. Shu chaqda buni o'shiq kelganini bilib qolamiz. O'shiq degan so'zni ko'rib boy qo'shilish kerak emas. Bu yerda o'shiq kelganini tepib qo'ydi. 6ga o'shiq da'tidi. Bu 6ga o'shiq kelgan qanday topdi? Yetarli qilsak oddiy bir savol qo'ydik. Sizlar sinfinglarda qizlarjiq. Qizlar 5 ga jiq desa qanday qildik biz? Qizlarning sonini o'g'illarning sonini oldik, durustmi? Bu yer shunga o'xshashla 5x dan 3x ni alganda qancha chiqdi? 6 ekan. Qizlarning sonidan o'g'illarning sonini alganda 6 ekanligi bilindi. Mush yerdan mush tengmish etsek 2x teng 6 bo'ldi. X teng qancha? 2. X ni javobini apirib 5 ga shart qo'ysak, qizlar 5x yoki bu 5 ko'paytirilgan 2 teng 10 bo'ldi. O'g'illar bizda 3x bo'lgan. Yoki bu 3 ko'paytirilgan 2 teng 6. Javobi qizlar 10, o'g'illar soni 6. Bugungi bizning darsimizning oxirgi misoli bundaq bir hisob qarashtiraylik, geometriyalik. 3 bo'liq berildi. Bu 3 bo'liqning taraflari nisbati. Men aytdim bu nisbat u bir necha miqdor nisbatini qarashtirishga bo'ladi. Bu yerda 3 tarafning nisbati 2 bo'lgan 3 bo'lgan 5. Bu nisbatga qarab tushungili bo'ldi. AC eng uzunroq ekan. BC uzunluq bo'yicha o'tirtirdi. Eng qisqasi AB. Perimetr 30 bo'lsa, mush har bir 3 tarafning uzunluğunu tipini deydi. Bu yer tengmi qurib chiqarg'il bo'ldi. Mesela yana bir ikkinchi bir usulni ko'rsatay. Barliq bo'laklarni qo'shimiz. 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 5. Teng biz bo'ldi 10. Demak, AB birinchi 2 tengmismi? Demak, AB Muşu barliq bo'lakning 10 dan 2 bo'ligi. Yoki qisqartib etsak qancha bo'ldi? 5 dan 1. Demak, AB perimetrning 5 dan 1 qismi degan so'z. Demak, muşu 5 dan 1 ni ko'paytimiz qanchaga? 30 ga teng bo'ldi. 6. Kelesi bizda AC 10 qolaverdi. AC bizda 3-chi turdi. 3-chiga loyiqsan 5. Qisqartib etsak 2 dan 1. Demak, AC perimetrning 2 dan 1 qismini egallaydi degani bildirdi. 2 dan 1 ko'paytirilgan 30 teng qisqartib etsak